o'zi maktabda sizlarda ham, bizda ham, tepa avlodda ham deb o'ylayman. 5 ta bola, uzoq bilan 5 ta bola yaxshi o'qirdi va domlalar o'shalar uchun dars o'tardi. Men esimda asosan shu 5 tani ushlab olishadi. Bir domlaning ma'ruzasini eshitdim, menga yoqqan edi. Qiyomat haqida gapirganda, qiyomat qachon bo'ladi? Musulmon odam qolmaganda degan. Nima uchun deyilsa, mana maktabda deylik, 4 ta 5 ta bola uchun dars o'tiladi. Hamma sinfda degan. Shu misol keltirganlar. O'sha hamma sinfda 4 ta 5 ta bolani olib tashlasa, maktab yopiladi. Ya'ni o'shalar uchun o'qitilayotgan edi maktabda. Yer yuzi ham shu bitta ibodat qilayotgan odam uchun yashalayotganligi bo'lsa, bittasi qolsa ham hali yashab turiladi. U ham ketgandan keyin endi yerni yashashga haq beradigan xulosa zo'r bergan edi.